Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hammomamiz patkulich yakunlanish jarayonida. Orada endi issiq maza bo'lmay, endi vaqtdan cho'zilib qoldi. Ishlarimiz mana devorlari bitdi. Bitkalari. Bu yerda polani ham tugatdik. Eshiklarni oldiga ko'chirganimiz sababli endi orada zazavlari bor. O'zi bu yerga boshqa eshik qo'yilishi kerak edi. Eshiklar oldindan zakaz qilingani uchun shu holatda qoldi. Polani gidroizolyatsiya qilib, dushovod traplarini ro'parada tahoratxona, bu yerda dush, ikki xil plitkadan foydalanib